Assalomu alaykum, hurmatli futbol ixlosmandlari, hurmatli do'stlar. LLF Uzbekistan YouTube kanalida navbatdagi intervyular rukni. Va biz har doimgidek LLF Uzbekistanning yulduzlari bilan gaplashamiz va chiroyli va katta atmosferaga ega bo'lgan podkastlarni boshlaymiz. Mening ismim Yevdakim Raimov va bugun podkastimizning ilk mehmonlari ligamizning eng mashhur futbolchilaridan biri, O'zbekiston mini futbol terma jamoasida o'ynagan futbolchilar va shuningdek turli ligalarimizda yorqin o'yinlar bilan o'zini yaxshi ko'rsatganlar Elyor Omonjonov hamda Jasur To'xtasinov. Avvalambor sizlarga assalomu alaykum. Podkastimizga shunaqa chiroyli podkastimizga kelganingiz uchun rahmat, minnatdormiz. Va agar mumkin bo'lsa, haqingizda qisqacha aytib bersangiz o'zingiz haqida. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Taklif uchun rahmat. Ismim Jasur, familiyam To'xtasinov. Ko'pchilik taniydi. Professional futbolda ham o'ynaganmiz, birinchi ligalarda maksimum. Undan keyin shu media futbolda karyera davom ettirdik. Ko'pchilik biladi, Anvar Boysda 3 yil davomida o'ynab keldik. Hozir yangi komandaga, FT Kosmos komandasiga o'tdik. Avvalambor assalomu alaykum. Meni ismim Elyor, familiyam Omonjonov. Shu faoliyatim 2019-yildan beri Lyubitelskiy turnirlarda qatnashib kelaman. LLFdan ham masalan 2023-2024dan beri o'ynab kelaman. Faoliyatim davomida oldin bывший futbolistman men ham. Hozir o'sha Lyubitelskiy futbollarda o'ynab turamiz. O'zi umuman olganda havaskor futbolga, LLFga, aynan LLF ligasiga qanday kelib qolgansiz? LLFga kelib qolganim sababi xo'p, nechinchi yilligini bilmayman, 2023 bo'lsa kerak, LLFga birinchi qadamlarimni bosganim. O'sha payt birinchi javomni eslolmayapman hozir. Birinchi javomni eslolmayapman. Lekin hozir mana o'ynayotgan jamoamni bilaman. Hayotbank jamoasida o'ynayman. Undan oldin menimcha LLFda boshqa jamoada, Progress jamoasida o'ynaganman. LLF endi futzal o'ynaydi, 6x6 turnir bo'ladi. Progress jamoasida boshlaganman LLFdagi faoliyatimni. O'sha 6x6 turnirda. Keyin u futzalga ko'chgan. Shu tariqa davom etamiz hozir. Sizdan-chi, Jasur? Men kirib kelganimga ko'p bo'lmadi. Shu yilning boshidan boshlab Lyubitelskiyda o'ynashi sababchi ham mana shu inson. Oldimda o'tirgan Elyor aka sababchi. Qanday bu bo'ldi? Telefon bo'ldimi yoki qanaqadir? O'tgan yil oxiri ekan to'g'rirog'i. To'g'riroq aytadigan bo'lsa, o'tgan yil oxirida ular Hayotbankda LLF bilan birga Antaliyaga ketishligimiz kerak edi. Biz bilan tovarskiy o'yin qilishgan. O'ynaganmiz, tipa yoqib qoldi o'yinim. Keyin chaqirishdi, Hayotbankka olib, ular bilan birga Antaliyaga bordim. Shundan keyin LLFda o'ynab Lyubitelskiyga qo'shildim. To есть siz ham katta futbolchilar singari, ya'ni professional futbolchilar singari sizni transfer Prosmotrdan o'tgan. Endi so'zlaringizdan agar javobingizdan agar parcha olsam, endi shu narsa ma'lumki, siz ko'plab ligalar va musobaqalarda o'ynagansiz, jamoalarda to'p surgansiz. Hozir esa Hayotbank safida o'ynamoqdasiz. Hayotbank eng qaysidir ma'noda topoviy jamoalardan biri LLFda va jamoangizning muvaffaqiyatining siri nimada? Jamoamizning muvaffaqiyat siri bu birdamlikda. Hamma o'zini ishini bilib qilishida. Bizda Lyubitelskiyga xos bo'lmasligi mumkin, lekin bizda professionallik bor. O'sha har bir o'yinga boshqa havaskor jamoalar kabi 5 ta, 6 ta kishi kelmaydi. Bizda kakishlik 10 ta, 11 ta, 12 ta kishi keladi va hamma g'alabaga chanqoq bizda. Mana bu birdamlik juda kuchli. O'shani hisobiga 6x6 da ham chempion bo'ldik, futzalda ham chempion bo'ldik. Boshqa musobaqalarda ishtirok etgansiz va LLF bilan agar taqqoslaganda farqi nimada asli? Endi professional bilan solishtirganda, конечно, professionalda organizatsiya yaxshiroq. Endi Lyubitelskiy ligalar ichida men faqat shu yil o'ynashni boshladim. O'zbekiston ichida o'zi prям tan oladiganim ikkita liga bor: Lyubitelskiy, LLF, Havas. Boshqalar men shuni bilmadim.
organizatsiya tomonlama ham, komandalar raqobati tomonlama ham shu ikkita ligani tan olaman. Endi Ilyos, sizga savol. Ozarbayjonda bo'lib o'tgan jahon chempionatida ham ishtirok etdingiz. Turnir siz uchun qanday taassurot qoldirdi? Turnir o'zgacha taassurot qoldirdi. Birinchi jahon chempionati, O'zbekiston birinchi marta qatnashyapmiz, biz boramiz, ko'ramiz. Endi salbiy jihati shu, biz guruhdan chiqa olmadik. O'zimizni o'yinimizni kech topdik desa ham bo'ladi, lekin bu biz uchun juda katta tajriba bo'ldi. Ozarbayjon ham turnir tashkiliy ishlari bo'yicha juda katta ishlarni amalga oshirdi, juda beshbahor. Chunki biz kutmagandik. Lekin atmosferani ko'rdik. O'sha yerdagi Portugaliyadan kelishdi, Angliyadan kelishdi, har xil joylardan kelishdi, biz ko'rdik, o'sha anaqa atmosferani his qildik. O'zimizga juda katta tajriba bo'ldi desak bo'ladi. Ushbu jahon chempionatida qaysidir ma'noda, qani to'g'ri desam, raqiblarning saviyasi O'zbekiston havas ligasidan qanchalik baland va bizning havaskor futbolchilarimiz hozir qaysi saviyada, agar jahon havaskorlarini agar taqqoslasak? Ya'ni qisqacha ming bor uzr, ya'ni biz yaqinmiz yoki yana rivojlanish uchun bizda hali bor? Bu meni shaxsiy fikrim. Saviya borasida biz juda yaqinmiz. Bular bizdan ustun emas. Men 2-3 ta ustun jamoalarni aytishim mumkin. Bu Ozarbayjon, Serbiya, Qozog'iston desa ham bo'ladi. Lekin qolganlari bilan bir xilmiz. Biz lekin baribir o'sish bo'lish kerak bizda. Bu borada ham biza, men o'ylayman, mana shu 1-2 yil ichida jahon chempioni bo'lishga kuchimiz yetadi bemalol. Chunki men o'z ko'zim bilan ko'rdim, jamoalarni solishtirdim, qanaqa o'ynashadi, nima qilishadi. Meni fikrimcha bemalol jahon chempioni bo'la olamiz. Buning uchun hozirgina ishlashimiz kerak va o'zimizga bo'lgan ishonchni orttirish kerak. Katta tajriba to'plash uchun, ya'ni hozir Elyor aytgandek, xalqaro musobaqa katta tajriba beryapti. Lekin qaysi yana jihatlar bor? Ya'ni tasavvur qilaylik, men futbol hech qachon o'ynamagandim, faqat yoshlikda koptok tepgandim va keyin havaskor ligaga o'tdim. Doniyor Niyozovga telefon qildim, menda FK Yevdakim degan komanda bor, men Lyubitelskida o'ynamoqchiman. Yosh futbolchilar, bizni kuzatadigan futbolchilar, ular tajriba to'plash uchun va salohiyatini oshirish uchun nima asli qilish kerak? Endi hozir hamma ligada, havasda ham, LLFda ham ligalar ko'p, ya'ni 3-chi, 2-chi va 1-chi ligalar bor. Bironta 3-chi ligadagi komandadan boshlash maslahat beraman, ba'zi tepadan emas. 3-chi ligada o'ynab, igroy praktika oshirib, keyin sekin-sekin ko'tarilib borsa, qancha igroy praktika ko'proq bo'lsa, shuncha o'qitam oshadi. Va Elyor, sizga yana jahon chempionati haqida davom ettiramiz. Adashmasam, bir oy oldin Fabrizio Romanoni taniysiz, to'g'rimi? Uning Twitterida men bitta mishmishni o'qigandim. Ya'ni qachon siz jahon chempionatida ishtirok etgansiz, jahon chempionatining adashmasam birinchi kunidayoq Fabrizio Romano yozgandi. Sizda O'zbekiston terma jamoasining murabbiylar shtabi bilan qaysidir kelishmovchilik bo'lgan va yaqibi siz va Ruslan Veklich jamoa ixtiyoridan ketib qolmoqchi edingiz. Bu qanchalik rost? O'zi nima bo'ldi? Keyin bilishimcha, Vusal Magaranovga telefon qilganimdan keyin u aytgandi, ya'ni 1-2 kundan keyin bu masala yopildi. Bu hammalar bu voqeani quvnoq bilan endi eslaydi. Asli nima bo'lgan ekan? Ancha qiziq savol. Xullas, biz o'sha payt Ruslan Veklich bilan Anvat Boys a'zosi edik. Jahon chempionatiga ketishimizdan oldin Anvat Boys jamoasi Kings ligada qatnashishi mumkin edi, lekin bu aniq emas edi. Bu даже 50-50 emas edi. Biz mana LLF prezidenti Doniyor aka ham ancha so'radi. Nima qilasizlar? Bo'ladimi, yo'qmi dedi. Sizlar o'yinlarga bosh bo'yicha chaqiringlar. Biz aytdik, yo'q, bo'lmaydi. Sizlar bilan ketamiz deb gaplashdik. Keyin ketdik Ozarbayjonga, qancha nima deydi, tayyorlanib ketdik. Biz Ozarbayjonga borganimizdan bir kundan keyin bizga qo'ng'iroq bo'ldi. O'sha Anvat Boys anaqasidan.
aytishyapti, что Fransiyaga ketishimiz kerak. Keyingi ligada qatnashar ekanmiz. Kelmasanglar bo'lmaydi deb telefon qilishdi bizga. Kechqurun soat 12:01da. Biz ham endi anaqaga tushib qoldik o'sha yerda. Endi Ozarbayjonga kelib bo'lganmiz. Bizga ishongan jamoa. Bu yoqda Fransiya, Parij turibdi-da. Keyingi liga. Ikkalasini solishtirganda baribir hozirgi anaqada keyingi ligani urovini sal teparog'ida o'sha paytda. Shundan keyin Ruslan Beklich bilan gaplashgandan keyin nima qilamiz deb anaqaga tushib qoldik, o'ylovga tushib qolganimizdan keyin ular ham telefon qilib qo'yavermadi. O'sha O'zbekiston terma jamoasi murabbiyi Usolaga oldiga tushdi-yu, Usolaga tushuntirdik, Usolaga qanaqasiga dedi, o'zi sallaga ishonib kelganmiz dedi. Keyin nima bo'ldi? Men ishonmadim to'g'risi Fransiyaga ketishligiga, chunki 2 hafta ichida hamma masalani hal qilish kerak edi. O'sha viza masalasi, yana qanaqadir masalalar bo'yicha bunga ishonmadim. Men keyin aytdim Ruslanga, Ruslan, sen keta qol dedim. Men qolaman dedim. Shu to'g'ri qaror dedim. Hozir bu ikkalamiz ketib qolsak, jamoa juda og'ir ahvolga tushib qoladi dedim. Shuning uchun Ruslan keyin tushib shunaqa gapirdi. Rusol aka Ruslanga javob bera oldi. Men qoldim keyin. Shu bilan Ruslan Beklich bordi. Hech kim Fransiyaga ketmadi, hech narsa qila olmadi, даже posolsiyaga ham kirmadi ular. Shu bilan bitta jahon chempionati minus bo'lib ketdi Ruslan Beklich uchun. Men to'g'ri qaror chiqaribman. Jasur, sizga savol, sizda ham yaxshi xalqaro tajriba bor. Ya'ni siz Elyor bilan Euro Business Cupda ishtirok etgansiz va adashmasam musobaqa finaligacha yetib borgansiz. Ushbu musobaqa siz uchun qanday taassurot qoldirdi? Adashmasam Turkiyada edi, to'g'rimi? Turkiya Antalya shahrida. Taassurotlar juda zo'r bo'lgan. Men birinchi marta mana bunaqa любительский komanda bilan chetga chiqishim edi. Atmosfera Antalyada futbolni gostinitsa ham zo'r, shu paytlar pagodasi ham zo'r edi. Organizator tomonidan ham hamma narsa shishkarni bo'lgan. O'yinlar ham tabiiy ko'llarda formati ham zo'r. Hamma narsa zo'r bo'lgan, mazza qilib o'ynaganmiz. Shu finalda ozgina omad yetishmagan. Bitta shu kubok yetishmagan, qolgan hamma narsa zo'r bo'lgan. Agar sir bo'lmasa, ko'p musobaqalarda ishtirok etyapsiz. Havaskor futbolchi, o'zi nomi bilan ma'lum havaskor futbolchi. Ya'ni har bir sport turida shunaqa narsa bor. Ya'ni qishki sport turlarida, ya'ni Norvegiya, Shvetsiyalarda ularda endi biatlon, chang'i sport mashhur-ku va ayrim sportchilar ular professional sportchi bo'la olmasdan havaskorlik qilyapti. Ya'ni qaysidir joyda ishlab va sport bilan shug'ullanmoqdalar. Sizlarda vaziyat qanday? Ya'ni havaskor futbolida qanaqadir pul topish mumkinmi? Bu tushunarli, pul eng asosiy narsa emas, lekin bundan ham qanaqadir foyda kelyaptimi? Hozirgi kunda foyda topsa bo'ladi biz O'zbekistonda. Baribir o'zingiz aytganingizdek asosiy maqsad emas. Asosiy maqsad futbolni yaxshi ko'rganimizdan o'ynaymiz biz. Shu formadan chiqib ketmaslik uchun ham bir haftada 2 marta, 3 marta o'ynab turamiz. Agar pul tomonlama deydigan bo'lsak, hozir foyda topsa ham bo'ladi. Katta emas, topsa bo'ladi. Va sizlarga savol, ikkalangizga havaskor futboldan ilk pul kelgan, o'sha pulga nimani xarid qilgansiz? Nima qilgansiz ushbu pul bilan? Agar sir bo'lmasa. Havaskor futbolda, masalan, men ilk mexanik jamoasida o'ynaganman. 100 ming so'm berishgan. 100 ming so'mga shu qaysi ro'zg'or qilgansiz. Asfotga kirib yuboryapmiz buni. Sizdachi? Men cho'ta eslamayapman. Birinchisiga nima qilganman? Endi to'g'risini aytsam, havaskor futbolda unaqa joy katta pul topmaymiz biz ham. Bo'lsa 100 ming, 200 ming, 300 ming uzog'i. Endi o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda hozir yashash darajasi qanaqa? 100 ming, 200 ming, 300 ming puldan unaqa emas. Shunchaki pul evaziga emas, o'sha biz Jasur aytgandek futbolni yaxshi ko'rganimiz uchun havaskorda o'sha chempionat bor, o'zimizga maqsad qo'yamiz, har doim birinchi o'rinni olish uchun. Birinchi o'rinni olish uchun ham harakat qilamiz. Birinchi pul turmaydi bizning miyada. O'sha birinchi o'rinni olish turadi.
Undan keyin endi o'zimiz mehnatimiz evaziga pul olishimiz mumkin. Korporativ turnirlar va terma jamoalar ishtirokidagi musobaqalar o'rtasidagi asosiy farqi nimada? Ozgina darajada deb farq bilaman. Ozgina darajada, masalan, Euro Business Cupda bu klublar tam ishchilar keladi, kimdirlar ozgina futbol o'ynaydi, kimdirlar yo'q. Bu mana bu jahon chempionatida barcha futbolchilar keladi. Haqiqiy havaskorlar, o'sha futbol o'ynashni biladigan, tayyorgarlikka ega bo'lgan haqiqiy havaskorlar bo'ladi. Shu farqi ozgina darajada, lekin unchalik farqi yo'q. Mana bu tashkiliy jihatdan ham farqi yo'q. Ikkalasi ham juda a'lo darajada tashkil qilingan turnirlar. Faqat shu futbolistlarda ozgina farqi. Shu fikrga qo'shilaman. O'zim ham bitta shu korporativda qatnashdim. Endi международныйda. Poyalarini ko'rganman. Bu darajada farq menimcha. Bitta ham baribir korporativda bitta davlatdan 2-3 ta komanda keladi. Davlat miqyosida bo'lsa, respublikadan bitta komanda keladi. Bolalar уже отборный bo'ladi, bitta farqi bo'ladi. Elyor, siz ushbu Euro Business Cup musobaqasida eng yaxshi yarim himoyachi bo'ldingiz, individual sovrin edi va sizni faoliyatingiz davomida ushbu sovrin eng muhim hisoblanadimi yoki boshqachasi yana bo'lgan? Eng muhim hisoblanadimi desa ham bo'ladi. Chunki men shu 2019-yildan beri shu havaskorlar ligasida o'ynab kelaman. Ko'plab sovrinlar olganman, to'g'risi, lekin baribir mana chet elda sovrin olsangiz boshqacha bo'ladi. Lekin bu sovrin ham kutilmagan bo'ldi. Men to'g'risi olaman yoki zo'r bo'laman deb o'ynamadim. Jamoaga foyda keltirish uchun o'ynadim. Mehnat qildim. O'zim borimni berdim, bor kuchimcha. Meni tanlashda u yoqda boshqa o'yinchilar ham bor edi, masalan, bir xil zo'r o'ynagan. Lekin bir tomondan yoqimli. Men o'ylayman, O'zbekistonda Luchini olgandan ko'ra shu chet elda Luchini olgan boshqa anaqa beradi. Maza beradi. Jasur, yaqinda siz haqingizda men ko'plab odamlar bilan gaplashgandim, ya'ni intervyuga tayyorgarlik qilish maqsadida va juda ko'p odamlar siz haqingizda doimo o'z ishining professional deb sizni atashadi. O'z ishining professionali. Maydonda deyarli hech qachon mojaro va janjallarga aralashmaydigan futbolchi sifatida hamma sizni deb bilishadi. Hattoki kecha liganing kuratori Jamshid Isayev bilan gaplashganimda u ham aytdi, ya'ni professional deganda xayolda siz paydo bo'lasiz. Va bunday sport xotirjamligining siri nimada? Chunki ko'pchilik hissiyotga berib maydonda o'ynaydi, baqiradimi, nima qiladi? Siz xotirjam deb yurasiz. Bu xarakterdan ham kelib chiqadi. Odam o'zining xarakteridan. Endi o'z xarakter ancha og'ir bo'lsa, bu narsa futbolga ham, maydonga ham o'tadi. Endi sportivniy zlost boshqa, u maydondan tashqari zlost boshqa. Sportivniy zlost kelgan joyda harakat qilamiz, sportivniy zlost bo'lsa o'ynaymiz. Tak unaqa guruh o'ynash yoki urush qilish menga yarashmaydi, to'g'ri. Professionalizm qolganda ozgina bo'lsa ham. Lekin adashmasam, bunday xotirjamlik havaskor futbolda juda katta foyda keltiradi, to'g'rimi? Shunaqa. Siz havaskor futbolda yaqinda o'ynab boshlagansiz. Professional futboldan havaskor futbolga moslashish qanchalik oson yoki qiyin bo'ldi? Va Hayot bankdan o'zi qanday taklif kelib tushdi? Endi men sразу professionaldan havaskorlikka o'tmadim. Orada shu aytganimdek media ligada, unda переходной anaqa bo'lgan umuman uchun. Professionaldan urush pastroq, havaskordan balandroq media ligalarda o'ynaganmiz. Shuni hisobiga uncha qiyin bo'lmadi. Bu havaskor ligada ham hozir darajalar, komandalarning darajasi ancha oshib qolgan. O'yinga kelib prosta terlab ketish bo'lmayapti. Harakat bo'lyapti, konkurensiya bo'lyapti. Shuni hisobidan yaxshi. Va har ikkalangizga savol. Yaqinda siz O'zbekiston terma jamoasiga chaqiruv oldingiz mini futbol bo'yicha va Indoneziyada bo'lib o'tadigan Osiyo kubogida ishtirok etasiz. Turnirdan qanday natijani kutyapsiz? Chempionlik. Faqat chempionlik? Chempionlik. Biz o'zimiz darajamizni bilamiz. Jahon chempionatida qanaqa o'ynadik, o'sha Euro Business Cupdan keyin o'zimizga bo'lgan ishonch juda katta, albatta.
Endi Osiyoda qanaqa jamoalar bor bilmayman, to'g'risi qanaqa o'ynashadi, nima qilishadi, lekin men o'zimizni terma jamoadan kelib chiqib aytishim mumkin, что bizda shunaqa daraja bor, chempionlar ligiga o'ynaymiz. Hech qachon 1, 2, 3 yoki 5 taliga kirish bo'lmaydi. Maqsadimiz chempionlik bizning. Boshqa unaqa yo'q. Shu qo'shilaman. Bizda hammada maqsad bitta, chempionlik, chempion bo'lib, Xudo xolasa jahon chempionatiga chiqib, u yerda ham yuqori o'rinlar uchun kurashamiz. Hozirdan trenirovkalarni boshlaganmiz. Trenirovkalar ham yuqori darajada o'tyapti. Xudo xolasa maqsad bitta, chempionlik. O'zi havaskor futbolida, ya'ni har bir musobaqada o'zining favoritlari bor. Jasur, sizdan so'ramoqchi edim, kim favorit O'zbekistondan tashqari ushbu Osiyo kubogida? Endi men ko'p bular masalan Bakuda ko'rishgan, men uncha ko'p ko'rmaganman komandalarni, no bilaman, no mana shu 6x6 formatda. Qancha aytganda Indoneziyadan kutish mumkin, chunki jahon chempionati, Osiyo chempionati ularda bo'ladi. Baribir ularda ana futbolist ko'p. Yana mezbon Tailanddan kutish mumkin, chunki jahon chempionatida Tailanddan qatnashganda, Tailand ham yaxshi. Va yana Eron agar qatnashsa, Erondan kutsa bo'ladi, chunki Eronni bilasizlar, futzal bo'yicha ham juda kuchli futbolistlar bu. Ularda baribir Lyubitelskiyda ham yaxshi o'yinchilari bo'ladi ularning. Eron, Indoneziya, Tailand. Qolgan jamoalar cho'mnilashib ketsa ham bo'ladi, bilmaymiz. Ular ham bizani bilmaydi lekin. va qisqacha LLF O'zbekiston musobaqalarimiz haqida siz juda ko'p musobaqalarda ishtirok etgansiz liga miqyosida va liganing tashkiliy jihatdan qay darajada usti? Misol uchun siz birinchi musobaqada ishtirok etdingiz va hozirgi darajasi qanday, farqi qanday usti? Farqimi? Farqi menimcha unaqa farqi yo'q. O'sha LLFda men farqi qanaqa tashkil ishlarda, o'sha jamoalarni qabul qilishda, kuchli jamoalarni qabul qilishlarini so'rab qolaman Doniyor akadan, Superligada. Endi hamma jamoalar Superligada o'ynagisi kelmaydi, lekin baribir Superligada masalan 3 ta jamoa zo'r bo'ladi, qolgan 7 tasi, 8 tasi kuchsiz bo'ladi. Men bu chempionatga qiziqish ortishi uchun o'sha Superligada 6 ta 7 ta jamoa raqobat borish, konkurentsiyaspособный jamoalar bo'lishini xohlaymiz. Albatta o'shanga qiziq bo'ladi. Men bu tashkiliy ishlar, anaqa ishlar bo'yicha LLF ko'p ligalarga ko'rsatib qo'ygan. Anaqa nima qilish kerak, o'sha kubok topshirish, nima desa bo'ladi, shu vaqtida boshlash. Eng asosiysi shu vaqtida boshlash. LLF 5 momentga kechikishi mumkin, lekin vaqtida boshlaydi. Bu ajoyib narsa. Jasur, siz uchun LLF ligalarda qaysi eng yaxshi tomonlari bor va qaysi tomonlarda yana ishlash kerak o'z ustida? Zarubejniy miqyosga qarab borib kelsam keyin aytsa bo'ladi. Endi u narsalarni organizatsiya tomonlama shu aytganlarning hammasi yaxshi. Boshlanishi ham shu sekin-sekin уровенini ko'tarsak, komandalarni ilorakan gapga qo'shilaman. Ancha konkurensiya bo'lsa, liga ham o'sadi. Nima deydi? Keyin sborniga ham ancha konkurensiya bo'ladi. Yana Va asta-sekin blitz savollarga o'tamiz. Ya'ni ushbu savollarga qisqacha javob berish mumkin. O'sha liga rahbariyati haqida bitta so'z bilan har biri haqida. Boshlaymiz. Birinchisi media departamenti boshlig'i Xayrullo Xolikov. Organizator. fotograf. Liganing kuratori Jamshid Isayev. Quvnoq bo'ladi. Qanday? Veselый, quvnoq. Cho'rni berib qo'yib olinglar. Quvnoq dedimi bu? Quvnoq dedingmi? Quvnoq qo'shilaman, quvnoq. Liganing finansiy direktori Vusal Magiramov. Sol ekanmi? Murabbiy, trener. Professional. Va liganing prezidenti Doniyor Niyozov. O'ylash kerak. Shu to'rtta bu narsa uchib qoladi, qancha o'ylab gapirishga. Domba otsa. Men har doim podдержка dedim. Ответственный. Keyingi savol birga javob berishingiz mumkin. LLF tarixidagi eng kuchli top 3 futbolchini ayting.
Azim Amatov, Shuhrat Ahmedov, Boymatov, Azamatov. Kuchli. Liga tarixidagi eng yaxshi top 3 darvozabonni ayting. Bekzod Amanullayev, Sherzod Mirzarahimov. Uchinchisi. Mana Istiqlol varatari. Siroj. Endi sizga savollar. Ya'ni birinchi savollarga o'xshagan. Endi tanlab olasiz. Xayrullo Xoliqov yoki Jamshid Isayev? Jamshid Isayev yoki Vusal Magiramov? Vusal Magiramov yoki Islom Doktor? Vusal Magiramov yoki Doniyor Niyozov? Lekin faqat bittasini tanlash kerak. Vusal Magiramov. Hayotda sizni kim ilhomlantiradi? Ota-onamiz. LLF O'zbekistonni atigi bitta so'z bilan ta'riflang. Daraja. Emotsiya. Futbolchilik faoliyatingizdagi eng baxtli kun qaysi? Men uchun oson bu savolga javob berish. Kings Ligada Peruga qarshi o'yin bo'ldi. Umuman olgandami? Da. Endi bu ham endi lyubitelskiy ham hisoblansa, futbolning karyeraga конечно. Menda baxtli kunlar ko'p. Baxtsiz kunni aytishim mumkin. Qani marhamat, munosib. Euro Business Cupda. Penaltidan olmagan, begi urolmagan. Baxtsiz kun bo'lgan o'sha kun. Agar futbolchi bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Men juda katta biznesmen bo'lardim degan. Hali ham kechmas, o'qib tashlamoqchi bo'lsam. Endi sekin boshladim. Sizchi? Men arxitektor bo'lardim. Kim? Arxitektor. Arxitektor. Va bir-biringizni atigi bir so'z bilan ta'riflang. Elyor, siz Jasur haqida, Jasur Elyor haqida. Bitta so'zmi? Da. Killer. Killer. Shu spokойствие o'zbekchasi xotirjamlik. Xotirjamlik. Sizga kattakon rahmat. Birinchi sonimiz yakunlandi va bu biz uchun, to'g'risini aytsam, aldamasdan aytyapman, bu biz uchun g'urur. Ya'ni что aynan siz boshlagansiz ushbu podkastlarda va hamma qolgan mehmonlarga juda katta planka berdingiz. Поэтому sizga meni nomimdan omad tilayman sizlarga barcha musobaqalarda va eng asosiysi oila a'zolaringiz sog' bo'lsin va albatta Osiyo Kubogida g'oliblikni qo'lga kiriting. Sizga kattakon rahmat kelganingiz uchun. Sizga ham rahmat chaqirganingiz uchun. Doniyor akaga rahmat. Musol akaga, hamma o'sha LFdagi tashkiliy ishlar bo'yicha, organizatorliklar bo'yicha ishlaydigan insonlarga rahmat. Sizga ham rahmat.